Havorijlar mana Ali ibn Abi Talibni kofirga chiqarishdi. Keyin o'ldirishdi mana shu ulug' sahobani. Ular ham Qur'ondan gapirishgan. Ular nima deyishgan? Inil hukmu illa lillah. Hukm faqat Allohga xosdir oyatini hujjat qilishdi. Ana shu Qur'on oyatiga asoslanib turib Ali ibn Abi Talibni kofir qilishdi, keyin qatl qilishdi. Johil omi odamlar Qur'on va sunnatni tushunmaganligi sababli oyat hadislarni tarjimasiga qarab turib, zohiriga qarab xulosa chiqarganligi sababli juda ko'p mushkullar paydo bo'lgan va hozir ham bo'lmoqda. Ana shu kitob va sunnatni qanday tushunamiz? Qanday o'rganamiz? Bularni ulamolar o'rgatadi. Men kimdir aytishi mumkin. Nima endi kitob sunnat turganda shu kitob sunnat ushlamasdan o'zimizga o'xshagan odamga ergashamizmi? Ha nima endi ular ham odam, biz ham odam, ha ular ham ilmli, biz ham ilmli, o'zimiz yo'l topib ketaveramiz. Birodarlar, kitob sunnatga amal qilamiz degan chiroyli gapning orqasida ilmsiz odam uchun juda katta bir xatarlar bor. Birodarlar, bizning Robbimiz bitta, kitobimiz bitta, payg'ambarimiz bitta, qiblamiz bitta, orzuyimiz bitta. Orzuyimiz Alloh azza va jallaning diydorini ko'rishlik. Modomiki maqsadimiz bitta bo'lgandan keyin, birodarlar, ota-bobolarimiz ana shu bir mushtahid ulamolarning yo'lini ushlashimiz kerak. Biz mushtahid emasmiz. Biz muqallidmiz. Buni unutmaslik kerak.